Musulmonlar, ayniqsa yoshlar shuni anglab yetishlari lozimki, islomning sharafini qayta tiklash, Robbimiz belgilagan shar'iy hukmlarni joriy etish va inson tomonidan yaratilgan har qanday qonun hamda dunyoviy nizomlarni rad etish orqali amalga oshadi. Siyosatni islom asosida yuritish yomonlik emas. Uning tarafdorlari yolg'onchi ham, mansab yoki hokimiyatparastlar ham emas. Ular Robbisi roziligini izlovchi, uning davlatini barpo etish va hukmlarni tatbiq qilishni maqsad qilgan kishilardir. Hatto ustimizda boshi mayizdek qora habashqul hokim qilib tayinlansa ham bu maqsad o'zgarmaydi. Chunki siyosat odamlarning ishlariga hayotning barcha sohalarida g'amxo'rlik qilishdir. Unda iqtisod bilan ibodat, qishloq xo'jaligi bilan savdo va sanoat bilan texnologiya o'rtasida hech qanday farq yo'q. Shu bois harakat jiddiy va samarali bo'lishi, shuningdek, vojibning amalga oshishi uchun zarur bo'lgan narsa ham vojibdir degan shar'iy qoidaga muvofiq kelishi uchun islomiy hayotni qoyim qilish va yolg'iz islomni hukmron etish yo'lida faoliyat qilayotgan siyosiy jamoa bilan birga harakat qilish zarur. Alloh taolo aytadi: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Oralaringizdan yaxshilikka, islomga da'vat qiladigan, ma'rufga buyurib, munkardan qaytaradigan bir jamoa bo'lsin. Ana o'shalar najot topguvchilardir. Va yana aytadi: Ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarni abadiy hayot beradigan narsaga, ya'ni dinga da'vat qilar ekan, uni qabul qilinglar va bilinglarki, shubhasiz Alloh har bir kishi bilan uning qalbi o'rtasini egallab turur va shubhasiz uning huzurida to'planursizlar. Hamda sizlardan faqat zolim kimsalarning o'zigagina yetmay, balki barchaga yetadigan balodan saqlaningiz va bilingizki, albatta Allohning azobi qattiqdir.